Boshladik do'stlar. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa, reading part 3. Odamlar aytaveradi, qiyin, eplab bo'lmaydi. Har doim part 3 qiynalganman. Qiyin bo'lgan. Tanishim ham imtihonga kirib chiquvdi. Part 3 ni qiyin deydi degan gap so'zlarni hamma eshitgan. Birinchi o'rinda shu narsani yo'qotishlarini xohlayman. Har qanday narsaga, har qanaqa narsaga odam psixologik yondashuv bilan o'zini yo bor qiladi yo yo'q qiladi. Shuning uchun birinchi o'rinda hech qanaqasiga part 3 qiyin emas. Shu paytgacha ham qiyin bo'lmagan, bundan keyin ham qiyin bo'lmaydi do'stlar. Faqatgina odam o'zini tayyorlay bilishida. Ustozi qiyin degan bo'lsa, bu ustozi uchun qiyin bo'lgan. Do'stlar, agar qaysidir ustozlaring sizlarga qiyin part 3 o'zi uncha ishlay olmaydi, javobini topa olmaydi degan bo'lsa, bu ustoz uchun qiyin. Sen uchun qiyin emas. Sen birovlarni qiyin degani uchun sen ham qiyin deb ketgansan. Birinchi o'rinda miyangni to'g'rilab olgin. Iltimos qilaman, miyangni to'g'rilab olgin birinchi o'rinda. Part 3 har doim B2 daraja ham deyish qiyin-da do'stlar. B2 darajadagi bir tekst deymizmi, material deymizmi, B2 darajaga ham bormaydi. Toza B2 emas. Masalan 51, 50 yarim B2 bo'ladigan bo'lsa, bu shtobi bir qanaqa deymiz, bir 40-45 ball oralig'idagi daraja desak ham menimcha to'g'riroq bo'ladi. Baribir bu B1 ga tortadi. 51 ham deyish xatoda. 50 ham deyish xato. Eslab qolgin, men hozir qanday ishlashni o'rgatib qo'yaman. Shu tartibda ishlagin. Agar qiyin bo'lsa, erta bir kun bironta materialda ishlaganingdan keyin meni kommentariyamga yozasan. Ustoz, siz aytgan narsa bo'lmadi, sharmanda. Boring, yo'qolib keting, ko'rinmang, deb tars sharmandamni chiqarib ketishlaring mumkin. Kelishdikmi? Kelishdikmi? Aytinglar-da sizlarga. Yozish kerak do'stlar. Men yangilarga aytaman ko'proq. Yozish kerak. Faqatgina tomosha qilib, termilib natija qila olmaysan. Bilim yuqadigan narsa bilim. Qanaqa qilib tezroq yuqishi uchun, qaranglar, bu nima deydi, bir telefonda sizlarda kolonkasi orqali o'tib bormaydi. Bu sizlar yozasizlar, atvet berasizlar. O'sha ikkita atvet bir-biriga duch kelganda, men salom berganda sizlar alik olganlaringda bilim tars etib yuqadi. Birdaniga miyaga emas, qonlaringga singib ketadi, qonlaringga. Sizlar keyin doktorga borib, mabodo qon analiz topshirib ko'raman desalaring, doktor shunday tekshirib ko'rgandan keyin natijalar chiqqanida, "Hey" deydi, "Sen" deydi, "Rashid teacherni darsiga qatnashganmisan?" deydi. Qayerdan bildingiz siz? Tushunmadim men. Nima siz repetitorga borasizmi? Siz ham ingliz tili shug'ullanasizmi deb savol berib qolasizlar. "Yo'q" deydi. "Mana qonni tarkibida" deydi, "qanaqadir bir darsning elementlari paydo bo'ldi" deydi. "Bu odatda Rashid teacher darslariga tegishli" deydi. "Bu ma'lumotlar bu" deydi, "qanaqadir detal" deydi. Shokka tushib qolasizlar. O'sha qoninggacha singib ketish uchun meni aytganimni qilishing kerak. Mana shuni. Menimcha yaxshigina kelishib oldik deb umid qilaman. O'ylayman. Yaxshi, do'stlar, part 3 sen har doim materialda ishlayapsanmi, xoh praktik qilayotganingda bo'lsin, uyda bo'lsin, xoh o'quv markazida bo'lsin, xoh mana shu jonli efirda bo'lsin, o'zingni birinchi o'rinda xotirjam tutgin. Ya'ni bo'ldi, hech qanaqa part 3 qiyin emas. Part 3 bu men uchun part 1. Men uchun part 1. Ya'ni A2 darajadagi tekst deb birinchi o'rinda sen butun tanangni, butun bor vujudingni tayyorlab olgin, bo'ldi, keyin shunday boshlagin. Ko'pchilikning xatosi, part 3 da deydi, lug'atlari ko'p chiqadi, bilmaydigan deydi. Nomard til bo'lgandan keyin lug'at chiqadimi? Til bo'lgandan keyin lug'atlari bo'ladimi? Har qanday tilni o'rganayotganingda ham baribir lug'ati bor, bilmaydigan lug'atlaring chiqadi. Vokab bo'yicha hamma problema menda ham bor. Men ham shaxsan to'liq bilmayman. Lekin do'stlar, javobni chiqarib olishni bilaman-da. Javobni chiqarib olishni bilaman. Chunki nimaga? Menda qo'rquv yo'q birinchi o'rinda. Men part 3 ni hech qachon qiyin deb hisoblamayman. Ana, masala qayerda? Lug'at menda ham problema. Men ham to'lig'icha bilmayman. Lekin ma'noni chiqara bilishni bilaman. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilaman.
Lug'at bu lug'atda problema bo'lyaptimi? To'liq tarjima qila olmayapsanmi? Yangi so'zlar ko'zingga qadalayaptimi? Qo'rqma, xavotir olma. Bu normal holat. Do'stlar, bu normal holat. Har qanday odamda bilmaydigan so'zlar chiqadi. Agar senda shunaqa narsa bormi, sen part 3 ni ishlab keta olasan va uning javobini 100% topishing mumkin. Hamma lug'atini bilsang, bitta ham yangi so'z chiqmasa, sen xato qilishing mumkin shunda. Chunki lug'at bilgan bilan farosat bo'lmaydi. Lug'at kamroq bilgan odamda miyasida farosatga joy bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shu nuqtagacha tushuntira oldimmi, do'stlar? Yozgin, bolajonlarim, yozinglar, yangilar. Qarab turmanglar endi, bolajonim. Nima sizlarga tushunmadimmi? O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi? Shu joygacha tushunganlar bo'lsa, menimcha sizlarni tayyorlab oldim. Sizlarni butun bir nima deydi, jang qilish uchun oktagon ichiga olib kirish uchun tayyorladik. Yengil mashqlar bo'ldi. Sekin tanani qizdirib oldik. Ana endi boshlasak bo'ladi. Faqat sizlar tayyor bo'lsalaring. Tushunarli yashanglar. Boshladik unda. Qaranglar. Part 3 da sarlavhalar beriladi. Ingliz tilida heading deyiladi. Sizlar heading deb o'rganib qolgansizlar. O'zbekcha sarlavha. Inglizcha bir xillar qarashda borda, nima deydi? Ustoz shunaqa o'rgatdi degan, ingliz tilida qaragin deydi. Qara tushunmaydi o'zi. Sen ingliz tilida qaragin hamma narsaga deydi. Va nomad readingga inglizcha qarab nima qilasan? O'zbekcha qara. O'zbekcha ko'zing bilan qara. Chiroyli ko'zlaring bor. O'zbekcha, o'zbekona. O'sha o'zbekcha ko'zlaring bilan qarab qo'ygin. Bo'ldi, sarlavhalar variantlarda beriladi. Mana variantlar A dan H gacha. Eshitdingizlarmi? Men bilmayman alfabetni, xullas. Sizlar bilasizlar. Men bilmayman. Mana A dan H gacha sarlavhalar bor. Sarlavha bitta gap ko'rinishida bo'lishi ham mumkin yoki so'z birikmasi holatida bo'lishi ham mumkin. Bu ahamiyatsiz. Va undan keyin paragraflar berilgan 15 dan boshlab 20 gacha. Mana 15 dan 20 gacha paragraflar berilgan. Bu degani part 3 da jami nechta savol beriladi degani 6 ta savol. 6 ta savol ishlaysan part 3 da va shu bilan sen yigirma ta ishlab qo'ygan bo'lasan 35 ta savoldan. Part 1, part 2, part 3. Ya'ni part 1 da o'zi bilasizlarmi, o'zi to'lig'icha yana bir xillar hali reading nimaligini bilmasdan turib birdan part 3 boshlab ketmayaptimi? Part 1 da nechta savol bo'lardi aytib o'ringlar. Bir eslab ketaylik. Part 1 da nechta savol edi? 6 tamidi? Bitta 8 ta devordi do'stlar. Bunga nima deysizlar? Bunaqasi hali futbol tarixida ro'y bermagan. To'p havoda muallaq qolib ketdi shoninglar. Do'stlar, bunaqasi hali bo'lmagan. To'p havoda muallaq qolib ketdi shoninglar. Jorj bilan Morishni farqiga bormaydi. 6 ta savol bo'ladi, yashanglar. Aha, tushunarli. Part 2-dachi? Part 2da nechta savol bo'ladi? Part 2da 8 ta savol bo'ladi va yaqinda o'tib berganman. Buni ham rekordinglarni ko'rib olgan bo'lsalaring kerak. Aytib qo'yay, lekin bu darsim rekording qilinmayapti. Umuman hech kimga tashlab ham berilmaydi. Yo'q rekording. Faqat jonli efirda bilib ketsang bo'ladi hammasini. 8 ta savol va endi mana 6 ta bilan 20 ta savolni hal qilasan. Ko'pchilik teskari ishlaydiganlar ham bor. Ya'ni paragraflardan boshlaydi birinchi. Paragraflar tarjima qilib chiqadi. Mana uzunroq bo'ladi matnlari deyap, nomard qanaqasiga uzun? Bu normal holat. Part 3 ni materiali, matni mana shuncha bo'ladi. Bo'lsa mana shunaqa. Ya'ni 3 ta gap, 2 ta gap bo'lishi ham mumkin. 3 ta, 2 ta. Agar kichkina gaplar bo'lsa 4 ta bo'ladi, lekin ko'rinish jihatdan ko'rib turibsizlar-ku. Kichkina, to'g'rimi? Bir xillar shu paragrafni o'zidan birdan boshlab ketadi. Bu xato fikr. Paragrafdan boshlanmaydi. Sarlavhadan tarjima qilib boshlash kerak. Sarlavhani birinchi tushunib olishing kerak. Buning uchun sen uyda praktik qilayotganingda
daftaringni to'g'rila. Ya'ni hozir varaq chiqarib olinglar oldilaringga. Daftarlaringga yozasizlar. Men aytaman. Sen daftaringga yozgin. Daftaringga. Do'stlar, aytgan narsamni yozib boraverasan, oxirida o'zing bilmagan holatda ishlashni o'rganib olasan. Iltimos xalaqit bermanglar, boshqa savollarga javob bermanglar. Qaranglar, avjiga chiqamiz degan bir pallada birov boshqa savolni shunday o'rtaga tiqatdi. O'rtaga tiqadi va darsni ham shu joyiga belidan soladi. E'tibor bermanglar buni. Shunday to'xtatib qo'yib, как будто nima deydi, bu bergan savolga javob berish kerak-da. Shunaqa holat juda ko'p bo'ladi bepul jonli darslarimda. Masalan, men hozir part 3 ni tushuntirayotgan bo'lsam, birov shunday keladi tagin, teacher deydi, part 5 ni o'tib bering deydi. Qaranglar, savolni qara. Teacher part 5 ni o'tib bering deydi. Men как будто shunday to'xtatib qo'yib, shunayga part 3 tushuntirayotgan mavzuimni to'xtatib qo'yib, boshqa savoliga javob berishim kerak-da. Как будто shunaqa o'ylaydimi? Yoki writing tushuntirayotganimda part 1 ni part 2 ni o'tib bering deydi. Shunaqalardan Xudoni o'zi asrasin do'stlar. Xo'p, daftar oldilaringda va sarlavhani baribir 0 tarjima qilib tushunib olishing kerak. Sarlavhani deyapman. Men bu yerdagi paragrafni maydalab tarjima qilib chiq demayapman. Faqatgina mana shu sarlavhani deyapman men. Sarlavhalarni 0 dan baribir bittalab tarjima qilishing kerak. Sarlavhani tushunsang bo'ldi. Problema hal. A variantinglar yoz, daftarga yoz, men aytganimni qilgin. Davay. To'g'ri, bu bepul jonli dars. Bepul bo'lsa ham shu sizlarga nimadir o'rgatib ketay. A variantinglarda va men aytganim yozasan. For adventures skiers, ya'ni sarguzashtga boy chang'i uchuvchilar uchun. Yozib qo'y. Sarguzashtga boy chang'i uchuvchilar deb A'ga yozgin. A deysanda yozasan daftaringga. B. Especially good in autumn. Ayniqsa kuzda yaxshi. Yoz iminnoy men aytganda. Kuzda yaxshi ekan deb qo'y. B variant, kuzda yaxshi ekan deb. Yozyapsanmi? O xalq, yozyapsizlarmi daftarga? Men aytganimdek qilib yozyapsizlarmi? Davay. Men aytganimda yozyapsizlarmi? Sarlavhani mana shunaqa maydalab tarjima qilib olsang, marra seniki. U yog'ida javobini o'ylab yetma. U yog'ini ham o'rgatib qo'yaman qanaqa qilib topishni. Hozir lekin bu joyda baribir tarjima ahamiyatga ega. Va odatda sarlavhalarda sizlar bilmaydigan qiyin so'zlarni tashlamaydi. Do'stlar, shu narsani bilib olinglar. Part 3 ning muhim bir fishkalaridan biri sarlavhalarda qiyin so'zlar bo'lmaydi. Sarlavhani tarjima qilish har qanday odam to'la-to'kis tarjima qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. S'da boylar va dankasalar uchun. Boylar va dankasalar uchun. Endi shu yerda tushunib ketgan, men tushuntiraman, mana yoqqa yozyapman. Do'stlar, the article sifatlari bilan kelishi mumkin. Sifatlari bilan kelishi mumkin. Bu sifatning otlashuvi deyiladi. Grammatikadagi ma'lumot. Sifatning otlashuvi deyiladi. Masalan, rich degani boy degani. Rich degani boy degani tarjimasi. Ana endi the rich bo'ladigan bo'lsa, boylar bo'ladi. Boylar. Ana endi sizlar yozib beringlar, kambag'allar denglarchi. Kambag'allar deb aytinglarchi. Ay yashanglar. Va undan keyin birdaniga shuni ham aytib ketayin, birdaniga. Bu so'zlardan keyin is keladimi, ar keladimi? Izmi, armi? Bu so'zlardan keyin is keladimi, ar keladimi? Shuni ham bilib ketinglar. Is keladi, to'g'rimi? Voy sharmandalar. Bunaqasi hali futbol tarixida ro'y bermagan. Ishoninglar, to'p havoda muallaq qolib ketdi borku. O'sha joyiga borku bir kinoni epizod esimga tushdi-da. Mashrab aka, pichog'ingizni bering-da deydi. Mana u pichoq, mana u qo'lim. Shartta qo'lni kesadi-yu. O'sha joyi esimga tushib ketdi-da sizlarda bu. Tavakkal javob berganlaringdan keyin. Yo, realnida ar bo'ladi. Ha, yashanglar. Xo'p, daga yetib keldik. Not just for gamblers. Not just. Do'stlar, just inkor gapda keldimi? Faqatgina bo'lib keladi. Faqatgina
qimor o'ynovchilar uchun emas. Gamblers degani qimor o'ynovchilar. Mana shu so'zni bilmasliging mumkin. Faqatgina qimor o'ynovchilar uchun emas degan D-da sarlavha kelib chiqdi. Yozib olgin. Yozgin. Ega yetib keldik. Like an island in heaven. Jannatdagi orolga o'xshaydi. Eda, jannatdagi orolga o'xshaydi. Shunaqangi zo'r joy ekanda. Vo. O'zi nima haqida ketayotgan ekan deysanda, shu paytda shunday pastga tushasan, tekstda umumiy sarlavhasi bo'ladi. Hamma paragrafning bitta umumiy sarlavhasini berib qo'yadi. Har doim shunaqa bo'ladi sefr imtihonida. Mana umumiy har bir paragrafga 15 dan 20 gacha to'g'ri keladigan umumiy katta bitta sarlavha beriladi. Bu nima? Bu Kanadaning ko'zga ko'ringan tashrif buyursa bo'ladigan turistik manzilgohlari, turistik joylar, ya'ni mazza qilib aylansa bo'ladigan turistik joylar ekan. Fga yetib keldik. Filmmakers like it. Endi joylar haqida ketyapti-ku. Filmmakers degani kino rejissyorlar, kinoni suratga oladiganlar. Rejissyorlar uni yoqtiradi. Uni yaxshi ko'rar ekan, o'sha joyni. Menimcha o'sha joyga borib kino olishni yaxshi ko'radi deymizmi endi. Xullas, sarlavhaning tarjimasi shunaqa kelib chiqyapti. G ga yetib keldik. Looking down from up there. Looking down from up there. Yuqoridan pastga qarash. Yuqoridan pastga qarash. G da shunaqa tarjima bo'ldi. Yuqoridan pastga qarash. H oxirgisi probably the best one of five. Ehtimol, probably ehtimol degani, mana shuni ham tushuntirib ketayin. Mana shu narsani ham tushuntirib ketay do'stlar. Probably tarjimasi ehtimol va bu do'stlar future zamonlarida ishlatiladi. Future zamonlarning kalit so'ziga kiradi, future zamonlarni. Future zamonlarda deb qo'ydim, o'zlaring yozib olinglar. Future zamonlarda ishlatiladi. Va o'shanda ham do'stlar, qaranglar, inkorida adashmanglar. Daragida topsa bo'ladi. Masalan, u ertaga ehtimol keladi. Marhamat yozib beringlar. Tomjon ertaga keladi denglar. Tomjon yoki Annabonu ertaga keladi ehtimol. Yozib beringlar. Annabonu ertaga ehtimol keladi. Davay. Shuni yozib beringlar da menga. Annabonu ertaga ehtimol keladi. Davay. Yoz hammang, zo'r narsani o'rgatib ketaman buni. Erta bir kun writingda ham, speakingda ham ishlatishing mumkin. Nomard Pakaxontusga o'xshab, buni bilaman men zo'riman, bu narsa Melchovka narsa-ku deydiganlar. Agar aqlli bo'lganida bu yerda o'tirmas edi. Aqlli bo'lganda bu jonli efirga ham kirib o'tirmas edi. Mazza qilib uyida choyini ichib o'tirgan bo'lardi. Voy dot. Do'stlar, endi bu ashibka bo'ldi-da do'stlar. Tomjon. Will. Bu yordamchidan keyin keladi. Tomjon will probably come tomorrow. Yo, dars yozib olinmayapti. Yordamchidan willdan keyin keladi. To'g'irlanglar do'stlar. Probably yordamchidan keyin keladi. Annabonu will probably come tomorrow. Yokida Tomjon will probably come tomorrow. Buni tushundi endi hamma. Oho, butun O'zbekiston xato yozib tashyapti-da. Sizlarni oktagonda ichiga olib kirib urish kerak-da. Urib to'balash kerak-da oktagonda ichiga olib kirib. Taysonga qo'yib berish kerak-da sizlarni. Makkillab qoldim. Sizlarni xatolaringga men makkillab qoldim. Oddiy Melchovka narsada buni ayikki darajadagi odam bilish kerak. Agar shuni bilmayapsanmi, demak sen ayikki darajaga ham to'g'ri kelmayapsan. Tortmayapti seni darajang. Xafa bo'lma yana. Achitib haqiqatni gapiraman. Shuncha aytdim, shuncha gapirdim bu yerda, lekin baribir to'g'irlayin ham demaydi. Tushunarli. Ana endi sizlar
inkor gapga aylantiramiz. Annabonu bugun kechqurun ehtimol lavash yemaydi. Annabonu bugun kechqurun ehtimol lavash yemaydi. Mana shu gapni yozib beringlar. Annabonu bugun kechqurun ehtimol lavash yemaydi. Qani? İnkor gap aytdim. Annabonu ehtimol bugun kechqurun lavash yemaydi. Agar inkor gap bo'ladigan bo'lsa, probably notdan keyin keladi. Desa bu xato fikr bo'ladi do'stlar. Probablydan keyin not kelish kerak. Annabonu will probably deb yozilami? Probably not eat lavash this evening. Mana do'stlar. Not probablydan keyin keladi. Aniqrog'i probablyning inkor shakli yozib qo'yinglar. Probably not. Probablyning inkor shakli probably not. Hamma tushundimi? Yozib oldimi? Tushundimi hamma? Xo'p, xda hga yetib keldik. Probably the best one of 5. Ehtimol deyapti. 5 ta narsa bo'ladigan bo'lsa, shundan bittasi eng yaxshi biri mana shu deyapti. Xda sarlavhalarni tarjima qilib oldik. 5 ta narsa bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir 5 ta joymi, shundan eng yaxshi bittasi mana shu deyapti. Ya'ni qaysidir javobdagi qaysidir bitta joy. Hamma A'dan Xgacha bo'lgan sarlavhani yozdi, tarjimasini yozdi. Yozib ishla. 5 ta materialni mana shunaqa yozib ishla, bo'ldi. Undan keyin ko'z orqali tarjima qilib ketadigan bo'lasan. Eslab qolgin. Bolajonim, har doim mana shunaqa yondashgin. Sarlavhani tarjimasini yozib olgin, bo'l. Hammasi joyida. Shu joyigacha tushunganlar qo'l ko'tarib yuborsin-da. Shu joyigacha tushunganlar shunday qo'l ko'tarib yuborsin, bo'ldi. Ana endi sizlar tarjimani yozgansizlar. Sizlar tarjimani daftarlaringga yozgansizlar. Endi sizlardan so'rayman, sizlardan javobini men ishlamayman. Hech qachon men tushuntirayotganda men o'zim ishlab bermayman. O'quvchining o'zidan foydalanaman har doim. Sizlarga ham xuddi shunday qilyapman. Hozir mana sizlardan foydalandim. Ana endi sizlar o'zlaring menga ishlab o'rgatasizlar. Tashladim. Yaxshi tushunganlar bo'lsa, mana yana bir muhim fishkalardan biri. Do'stlar, part 3 sarlavhalarni tarjima qilib bo'lgandan keyin biz, ya'ni bu tarafga o'tadigan bo'lsak, paragrafni to'liq tarjima qilish ahamiyatga ega emas. Aslida ikkita qoida bor. 1, yozgin. Birinchi va ikkinchi gaplar yetarli. Paragrafning birinchi gapi mana qayerda tugayapti mana. Agar uzun gap bo'lsa bitta gap yetarli. Uzun gap bo'lsa bitta gap yetarli. Agar kichkina gap bo'lsa ikkita gap yetarli. Yozib olgin. Part 3ni topishing uchun tashlama, bu yoqqa tashlama. Part 3ni topishing uchun paragrafning birinchi va ikkinchi gaplari yetarli. Birinchi va ikkinchi gaplar yetarli. Yozib oldingmi? Muhim joyini aytayapman, muhim joyini. Birinchi va ikkinchi gaplar yetarli. Va ikkinchi qoidasi bor. Ikkinchi qoidasini yozib ol. Ikkinchisi, agar javob topolmagan bo'lsang, ikkinchi qoida yo unisi yo bunisiga tushib ketaveradi bu part 3. Ikkinchisi, birinchi va oxirgi gap tarjima qilasan. Birinchi va oxirgi gap yetarli. Birinchi gap va o'sha paragrafning oxirgi gapi yetarli. Ikkalasini ham yozganlar plyusni jo'natsin-da. Bo'ldi, men aytgan ikkita qoidani ham yozdim. Ikkalasini ham deganlar plyus jo'natib yuborsin, men tushunaman.
Ana endi birinchi va ikkinchi gap yetarli dedim. Agar uzun gap bo'ladigan bo'lsa, birinchi gapning o'zidan ham javobni topishimiz mumkin dedim. Bu bir. Ikkinchi qoidada birinchi va oxirgi gap yetarli dedim. Kelinglar. Masalan, shundayga deylik 16 ni bajaraylik. Farqi yo'q, 15 dan boshlasang ham 16 mi, 20 mi? Mayli 20 deylik. Mana 20 dan boshlaylik. Do'stlar, mana 20. Birinchi gap mana nuqta. She'rgacha o'qiymiz. Demak, uzun 300 kilometrlik Kabat yo'nalishi yo'li bor ekan. Mashhur Atlantika okeanini nima deydi, bir panoramali ko'rinishi, manzarasi bilan mashhur. Ko'ryapsizlarmi? Birinchi gapda hech narsa aniq bo'lmadi. Menga tegishli narsa bo'lmadi. Endi ikkinchi gapga o'taman. Bu yo'l, ayniqsa bu yo'nalish, ayniqsa in the fall, kuzda mashhur. Vobshe mashhur, juda ham tomoshabob bo'ladi bu yerda. Bo'ldi. Ikkita gap yetarli bo'ldi. Qaysi javob? Aytinglar, qaysi javobni olamiz 20 ga? O'zlaring aytinglar. Men aytmayman, sen ayt. O'zing ayt mana. Birinchi gap bo'lmadimi, ikkinchi gapdan javob chiqib keldi. Lekin men to'lig'icha tarjima qilmadim-ku. To'la-to'kis tarjima qilmadim-ku. Ko'ryapsanmi? To'lig'icha tarjima qilmadim men. 100% B javob. To'g'ri, 100%. 100% B javob. Mana ayniqsa kuzda degan joy. Shunday belgilaysan, 20 ga B bo'ldi deysanda, mana yerga B ni shunday belgilab qo'yasan. Kelinglar endi deylik 19 ga qaranglar. Birinchi gapni o'qiyman. Turistlar bu yerga baland binolardan ko'rish mumkin. Baland binolar. Farosati bor, baland bino deyaptimi? Qara, bu yerda shaharning haqiqiy manzarasini qushni ko'ziga o'xshab ko'rishing mumkin. Minora. Birinchi gapda agar yetarli bo'ldi, men birinchi gapdan topaman. Men-ku birinchi gapdan topardim. Uzun bino degandan keyin qushning ko'ziday shahar ko'rinadi degandan keyin men topgan bo'lar edim. Men birinchi gapni o'zidan topgan bo'lar edim. Agar kimdir birinchi gapdan farosati yetmay qolsa, mabodo topolmay qolsa, ikkinchi gapdan topib qo'yadi. CN Tower minorasi Torontoda joylashgan, wow, dunyodagi eng uzun struktura deyapti. Demak, yuqoridan pastga qarash bo'lish kerak. 19 ga nima javob deyapsizlar? Nima javob 19 ga? G javob. Nech foiz aniqlik bilan aytyapsan? Mana o'zing ayt. Men ishlab bermadim, o'zing ishlayapsan. O'zingning mehnating bu. 101% mi, 200% mi, nech foiz aniqlik bilan? Yasha. Yuqoridan pastga qarash. Bunday yuqori baland bo'lgandan keyin yuqoridan pastga qaraysanda. Ana. Do'stlar, sizlar qiyin demanglar hech qachon. Men boshida tushuntirdim. Qaranglar, to'la-to'kis tarjima qilmayapman men, ko'ryapsizlarmi? Men to'lig'icha tarjima qilmayman, nima qilaman? Vaqtim ketadi meni. Men birinchi gapni ko'raman, chiqara olmadimmi ikkinchi gap? Mabodo ikkinchi gapdan chiqmay qolsa, o'zi chiqadi ikkinchi javobda, ikkinchi gapdan. Chiqmay qolsa oxiriga boraman. Bo'lmasa to'liq tarjima qilmayman men. Yaxshimikin bu usul? Bu uslub yaxshimikin? Bunaqa yondashuv yaxshimikin? Imtihonda tushgan part 3. Mana shu imtihonda tushgan, mana shunaqa darajada bo'ladi. Ko'rinishi qo'rqitadi, lekin sen ko'rinishga aldanma. Ko'rinish aldamchi bo'ladi. Ko'rinish aldamchi bo'ladi, bolajonlarim. Eslab qol. Ko'rinishga qarab baho berma. Voy, qiyin ekan deyorsang, bo'ldi, qiyin bo'lib ketadi. Qaranglar, 17 ni ko'raylik. 17 ni ko'ramiz. Qani nima bo'lar ekan? Agar sen Vancouver orolidagi mana shu mountain tog'iga boradigan bo'lsang, oldingdan Tinch okeani, shundayga agar Tinch okeaniga qarab yana yuzlanadigan bo'lsang, bu yer haqiqiy Kanadaning g'arbiy qirg'og'i, madaniy merosi bo'ldi. Hech narsa topolmadim. Oxirgi gapni qarayinchi. Oxirgi gapni vobshe umuman aytadigan bo'lsak, bu yer, bu orol shunaqa orolki, jannat nafasini beradi. Jannatdagi bir nafas olayotganga ham o'xshab tuyulasan. Jannatni, o'sha nima deydi? Jannatdagi orolni nafasini beradi. Oxirgisi,
Nima javob? Nima javob bo'l endi? Aytinglar-ey. Nima javob bo'lib ketyapti bu yerda? Necha foiz aniqlik bilan aytyapsan? Ayt, necha foiz aniqlik bilan o'zing ishlayapsan? Seni mehnating bu. Aytgin. Voy mallatsi, voy aylanib ketay o'zim. Chotki, zo'r, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Xulosa chiqarish o'zlaringdan. Xulosa chiqarish. Odatda bepul jonli darslarda baribir to'la to'kis 100% o'tilmaydi. Shuni aytib qo'yay. 100% tushuntirib berilmaydi. 90% gacha, 95% gacha tushuntiriladi. Qolgani baribir aylantirib kursga taqaydi. Xohlaysizlarmi, yo'qmi? Shuning uchun maslahat beraman. Eslab qol bu gapimni. Kanaldan kanalga sakrab, bepul jonli darslar ko'raman deguncha bitta ustozni yoqasidan shunday ushlab, men o'qiyman sizda deb turib olganda dalshi natija qilgin. Bo'lmasa umring behuda ketadi. Kanal yurib, bepul jonli darslar ko'raman deb natija qila olmaysan. Endi bilmayman, hamma har xil tushuntiradi. Shaxsan masalan men ko'ryapsizlar mana boricha bilimimni borini sizlarga beryapman. Qanaqa yondashuv kerak, nima bo'ladi? Aslida hech qanday section qiyin emas. Sifir oson narsa. 50 yarim to'plash bu nomard. 35 kun 40 kunda bo'ladi. A2 darajadan. Eslab qol. A2 darajadan bo'lsa, seni darajang A2 bo'ladigan bo'lsa, 35 kun 40 kunda ichida bemalol bituni olasan. Faqat aldanma. Pul bilan vaqt behuda ketmasin. Birovda qimmat ekan deysan, birovda arzon ekan deysan, birov unaqa ekan, bunaqa ekan deysan, umring behuda ketadi, bolajonim. Umring. Pul bilan vaqtni to'g'ri sarfla, natija qilasan. Bir kishini ushladingmi, yoqdimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ustozda o'qigin. Unda 3 oy, bunda 3 oy, offlaynga 6 oy yurmada. Va nomard, qanday qilib 4 marta topshirib ham B1 bo'lib qolishi mumkin. Bittada topshirib B2ni olib ketsang bo'ladi. Arzimagan narsa o'zi B2. C1 bo'ladigan bo'lsa, uning uchun seni darajang B2 bo'lish kerak. O'shanda 35 kun shug'ullanasan, natija qilasan. Agar partuch haqidagi men qolganini to'liq ishlamaymiz, chunki meni vaqtim chegaralangan, to'g'ri tushunasizlar. Darsim ma'qul kelgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, nimadir tushuntira olgan bo'lsam, kommentariyada 5-6 qator fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu menga motivatsiya beradi, energiya beradi. Erta bir kun yana sizlarga bepul jonli dars o'tib berishimga sababchi bo'ladi. Va bu sizlarni olgan bilimlaring evaziga rahmatlaring bo'ladi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.